27 noyabr kuni Yaponiyaning Shiga өлкәсенең Ozi şəhərində, 28 noyabr kuni Hiroshima өлkәсенең Hiroshima şəhərində, 29 noyabr kuni Fukuoka өлkәсенең Onojo şəhərində çoğ köləmlik Uyg'urlarning hozirgi ig'ir ahvolini anglatish va guvohlik berish orqali Yaponiya hukumatini harakatga o'tkazish faoliyati o'tkazilgan. Mazkur faoliyatga Yaponiya Uyg'ur jamiyatining rahbarlari, Yaponiya parlamentidagi Yaponiya Uyg'ur do'stlik parlament a'zolari guruhining g'olliq a'zosi, sobiq ministr Harada Yoshiaki apandi, Uyg'urlarni qo'llash yerlik parlament a'zolari guruhining mas'uli Maruyama Hiroaki apandi qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Bu üç çoğ şəhərdə ötküzülgən guvohlik berish yig'inida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Ahmad Latif apandi va idora hay'at a'zosi Xolmat Ro'zaxun apandilar doklad bergan. Ahmad Latif apandi ushla yig'inda Xitoyning 3-4 yildan buyon sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlari va buningdan Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlar uchirgan ziyonkashliklarning sin olg'u va rasmlik isbotlar orqali o'tirg'a qo'yilganligini bildirdi. Şərqi Türkistonluq 23 yaşlı Qazaq yaş Ersin Erkin Xitay hökumətinin basqıçlarından qaçıb çıxıb Qazaqistan orqali Germaniyaga barmoqchi bo'lganda Ukraina saqchilar tarafidan qo'lga ilingan. Ersin Erkin Ukrainada sudga tortilgan vaqtda u Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan edi. İgilənişçə, qanunsiz holda chegaradan o'tmoqchi bo'lgan degan gumon bilan Ukrainada qo'lga ilingan Qazaq yaş Ersin Erkinga Ukraina ko'chmanlar idorasi tarafidan panohlik berilgan. Erkin Yevropa radiosunun 30 noyabr xabar qilishicha, Ukrainada qonunsiz holda chegaradan o'tmoqchi bo'lgan degan gumon bilan qo'lga ilingan Erkinga Ukraina ko'chmanlar idorasi tarafidan panohlik berilgan. Erkin panohlik isbotini 2020 yili 27 noyabr topshirib olgan. Amerika CNN xabar tori Wuhan virus yuqumining dastlabki mezgilida Xitoy hukumati tarafidan yaxshi kontrol qilinmaganligiga doir 117 betlik hujjatni qo'lga tushirdi. Məxpىy ھۆججەتلەرگە ئاساسلانغاندا Xitoy amaldorlarining Wuhan virusining tarqalishi to'g'risidagi amaliy ahvolni yoshirib, dunyoga texmi umidvor sonliq ma'lumotlarni ham bahirlaganligi o'tirg'a qo'yilgan. CNN bu hujjatlarni ularga yetkazgan kishining Xitoy sahiya sistemasida ishlaydigan odam ekanligini, hujjatlarning 6 mustaqil mutaxassis tarafidan tekshirilganligi va ularning chinligi isbotlanganligi bayon qilindi. CNNning dokladida mundaq deb ko'rsatildi. Hujjatlarda Xitoyning sahiya sistemasidagi yetarsizlik oshkorlandi hamda Wuhan virus yuqumining dastlabki mezgilida bayqalishi va dalillanishiga 23 kunlik uzun vaqt ketganligi, ko'pincha virus tekshirishning mag'lub bo'lishi natijasida manfiy chiqqanligi o'tirg'a qo'yildi. Hujjatlarda yana pat-pat talash-tortish paydo qilgan virusning tajribaxonadan oshkorlanganligi to'g'risida Xitoy doiralari tarafidan hech qanday uchurning ifodalanmaganligi va xotirlanmaganligi bayon qilingan. Angliya hukumati mazkur davlatga barliq telegraf beshchi tijoratchilardan 2021 yili 9 oydan boshlab Huawei uskunalarini ishlatish va yangi sotib olishni to'xtatishni talab qildi. Raqamli texnika ministri Oliver Doden parlamentga sunilgan xabarlashish bexatarlik qonuniy loyihasining yuqori xatarlik ta'minlovchilardan sotib olishni to'xtatadigan moddani o'z ichiga oladiganligini bayon qildi. Yangi qonun bilan Angliya davlati aloqa va telegraf sohasidagi davlat bexatarligiga munosabatli ishlarda ommaviy va xususiy tarmoqlarning erkin faoliyatini cheklaydi. Buning birinchi misoli Huawei'dan sotib olishni cheklash va to'xtatish. Egilenishicha, 2027 yilga borganda Angliya telegraf sohasidagi Huawei uskunalarining hammasi chiqarib etildi va ishlatilmaydi. Amerika Adliya ministri William Barrning aytishicha, ular 3 noyabr o'tkazilgan prezident saylovida natijani o'zgartiradigan qoidasizlikni bayqamagan. Barr Amerika Birlashma xabar agentligiga mundaq dedi: "Biz hozirga qadar saylovda boshqacha natijani qo'lga keltira oladigan hech qanday qoidasizlikni ko'rmadik." Minister Barr munosabatli federal organlar va federatsiya tekshirish idorasining o'zlari topshirib olgan barliq ayblashlarni tekshirganligini, ammo hozirgacha mohiyatlik aldamchilik to'g'risida hech qanday pok topolmaganligini ko'rsatdi.
Amerika ministri yana bilet hisoblash mashinasiga munosabatlik aldamchilik jinoyati to'g'risidagi ayblashlarning tekshirilganligini va hozirgacha bu ayblashlarni isbotlaydigan hech qanday paket topolmaganligini bayon qildi. Barning saylamda aldamchilik borligini ilgari surayotgan va saylam natijasini qabul qilmaydiganligini jakarlagan Amerika prezidenti Donald Trumpning ayblashiga zid bayonlari Amerika taratqularida kuchli inkas qo'zg'adi.